Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizga juda ham ko'plab siydik tosh kasalliklari mavzusidan savollar kelgan ekan. Harakat qilamizki, bugungi videomizda shu mavzularni yoritib berishga. Siydik tosh kasalligi bu qanday kasallik aslida? Bu siydik tosh kasalligi xronik kasallik bo'lib, bir marta bu hosil bo'lgandan keyin bu qaytadan yana hosil bo'lishi mumkin bo'lgan kasallik. Bu organizmni o'zidan kelib chiqishi, tashqi faktorlarga bog'liq bo'lgan yoki bo'lmasa hayot tarziga bog'liq bo'lgan kasallik hisoblanadi. Tashqi faktorlarga bog'liq bo'lgandan kelib chiqaylik. Eng birinchida boshlaydigan bo'lsak, bu ovqatlar. Nimalar bu kasallikka olib keladi? Eng avvalambor gazli ichimliklar, har xil energetik napitkalar, ya'ni energetik suvlarimiz juda mukkasidan ketdik oxirgi vaqtlarda. Undan tashqari ichadigan eng xavfli bo'lgan holatlardan bu buloq suvlari, qaynatilmagan buloq suvlari. Bular ham juda ko'p minerallar, qattiq minerallar bo'lganligi sababli organizmda to'planib qolishiga sababchi bo'ladi. Kiriyashkalar, biz fast foodlarga o'tib ketdik. Biz juda ham ko'p miqdorda zararli taomlarni iste'mol qilyapmiz, zararli snacklarni iste'mol qilyapmiz. Bu ham organizmdagi tosh kasalliklarini rivojlantiradi. Va go'sht mahsulotlarini ortiqcha me'yordan, haddan tashqari ko'p iste'mol qilish ham siydik tosh kasalligiga sababchi bo'ladi. Bu tashqi faktorlar. Zararli odatlar bo'ladigan bo'lsa, spirtli ichimliklar, chekish, sigaret, bular organizmda har xil infeksion, har xil genetik kasalliklarni qo'zg'atadi. Bu organizmni ichidan kelib chiqqan holatda, ya'ni moddalar almashinuviga buzilishiga olib kelishi mumkin. Bular ham toshlar hosil bo'lishiga olib keladi. Keyingi masalamiz bu kam harakatli hayot tarzi. Kam harakat odamda albatta suv almashinuvi, moddalar almashinuvi sekinlashganning hisobiga suvlardagi siydikdagi erigan minerallar bular cho'kib qolishni boshlaydi va bular sekin asta cho'kib qolgan minerallar bular tuzlar esa kalsinatlarga, toshlarga aylanishni boshlaydi. Yana eng oxirgi, eng murakkab omillardan bittasi bu genetik kasalliklar. Har xil podagralar, yana bir necha xil diagnozlar bor, kasalliklar bor. Bularda ham organizmda moddalar almashinuvi, ya'ni tuzlar, minerallar almashinuvi buzilganlik hisobiga organizmda ayniqsa buyraklarda tosh hosil bo'lishi ko'p bo'ladi. Buyraklarda tosh hosil bo'lganligining belgilari bu albatta og'riq. Eng birinchida buyraklarda kuchli og'riq bo'ladi. Og'riq qachon bo'ladi desak, albatta buyraklardagi tosh ko'chganda. Ko'chmasa og'riq bo'lmaydi. Ko'chib siydik yo'liga turib qolsa, bunda buyraklarda qattiq, kimlardir aytadi, pichoq tiqqandagi og'riq bo'lyapti deydi. Bu og'riqlar birdaniga hosil bo'ladi. Doimiy harakatga bog'liq bo'lmaydi. Demak, sizda siydik tosh kasalligi bo'lishi mumkin. Albatta siz o'ziga borishingiz kerak. Diagnostikasi qanday? Hozirgina tushuntirganimdek, eng birinchida siydik tosh kasalligida eng birinchi qilinadigan diagnostika bu UZI. UZIda buyraklarda dimlanish bormi? O'zi sizda aniqki tosh ko'chdi. Demak, tosh hosil qandaydir siydikni buyraklardan o'tishda muammo bor. Ikkinchisi MSKT. Abzor, ya'ni shunchaki nativ usulda ko'riladi, hech qanday kontrastlarsiz. Bunda toshingiz qayerdaligi, razmerlari aniq ko'rinadi. Uchinchisi bu ekskretor, ya'ni tomirlardan kontrast jo'natib buyraklaringizni faoliyati ham ko'riladi. Agar sizni toshlaringiz ko'chganiga oldinroq ko'chgan bo'lsa, buyraklaringizda og'riq bo'lmasligi mumkin. Buyraklaringiz hech qanday bezovta qilmasligi mumkin. Lekin bu sizni buyragingizdagi toshingiz tushib ketdi degani emas. Demakki, og'riq bu doimiy xarakter emas. Og'riqqa doimiy buyrak tosh kasalliklaridagi yo'naltiruvchi belgi emas. Shuning uchun eng avvalambor MSKT tekshiruviga qarab turib yo'naladi. Agarda MSKT tekshiruvida tosh aniqlansa, ikkinchi etapi ekskretor qilamiz. Ekskretorda biz buyraklar ishlayapti yoki ishlamayaptisini aniq bilamiz. Ya'ni buyraklardan kontrast ishlab chiqmayotgan bo'lsa, demak buyragingiz blokda. Bu siz uchun xavfli ko'rsatkich. Sababi bu holat sizni buyragingiz qurishi mumkin. Qurish tomon ketayotganini isboti. Ko'pchilik xalqimiz afsuski shu holatda og'riqqa tayanib, og'riq yo'qolib qolganini ro'kach qilib, o'z kasalligiga e'tibor qolib ketadi, toshi tushmasdan buyrak bloklanib qolib, aynan shu holatda arzimagan kichkina tosh buyraklar qurishiga va buyraklarni keyinchalik operatsiya qilib turib nefrektomiya, ya'ni buyraklarni to'liq olib tashlashimizgacha olib keladi. Bu afsuski bu xalqimiz ozgina o'ziga bo'lgan e'tiborsizligini oqibatda. Davolanish usullari ham ikki xil. Medikamentos, ya'ni oddiy dorilar bilan va operativ yoki jarrohlik amaliyoti. Qaysi holatda bir-biridan farq qiladi? Medikamentos davolanish bu buyrakka funksiyasini ushlab turishga qaratilgan amaliyot hisoblanadi. Bu toshni eritish emas. Ko'pchilik shu narsani adashtiradiki,
borib turib buyuragimda toshim bor ekan, shu toshimni eritib yuborishim kerak. Qaysidir vrachlar aytadi, "Men shu toshingni eritib beraman." Yo'q. Erishi mumkin. Tosh qachonki tosh tepasidagi nalyot erishi mumkin. Tosh o'zi erimaydi. Dorilar buyraklarda siydik ajralib chiqishini ko'paytirib ta'minlab turadi, siydik yo'llardagi yallig'lanishni kamaytirib turadi va qisman siydik naylarni bo'shashtirib, kengaytirib berib turadi. Shu omillarni yordamida biz toshni itarib, buyraklardan surib tushirib yuborishga harakat qilamiz. Toshning razmerlari 5, 6, 7 millimetrgacha. 7 millimetrdan kichkina toshlarni bu har doim medikamentoz tushirishga harakat qilamiz. Yuqorida sanab o'tgan omillarimga ta'sir etuvchi dorilar, ulardan tashqari ko'p harakat, aktiv sakrashlar, issiq kompresslar, bular hammasi buyrak siydik yo'llarini bo'shashtirib, siydik ajralib chiqishini ko'paytiradi va shu holatlarda toshni tushirishga harakat qilamiz. Agarda bordi-yu medikamentoz davolanib, dorilar bilan tushirish imkoniyati bo'lmadi. Qancha muddat? 1 hafta, 10 kun, 15 kun. 15 kun davomida eng oxirgi srok 15. 15 kun davomida toshingiz tushmadimi? Demak, siz operatsiya haqida o'ylanishingiz kerak. Sababi 10 kun, 15 kun oralig'ida o'zingiz ham his qilasizki, belingizdagi og'riqlar o'zi sizni bezovta qilmay qo'yadi. Bezovta qilmagani yuqorida aytganimizdek, toshingiz tushib ketganiga emas, har doim ham. Buni sababi buyragingiz bloklangani bo'lishi mumkin. Agar buyraklaringiz bloklangandan keyin kuniga 500 tadan 5000 tagacha hujayra yo'qotadi. Bitta buyrakda 1 millionta hujayra bor deb hisoblaydigan bo'lsak, 500 ta hujayra bo'lsa 100 kunda bu degani 50 mingta hujayra degani. Agarda bordi-yu 5000 ta hujayra bo'ladigan bo'lsa 100 kunda, bu arzimagan 3 oyda 5000 ta hujayra kuniga o'lgan taqdirda 500 mingta. Bu degani buyragingiz yarmi qurib qoldi degani. Albatta 5000 ta u eng oxirgi terminal davrda o'lishi boshlaydi. Boshida 500, 1000, 2000 shunaqa bo'lib turib ko'tarilib boradi. Lekin baribir 1 yil 2 yil ana-manada o'tib ketadi va buyraklaringiz qurib qoladi. Operatsiya davolar. Jarrohlik amaliyoti to'g'risida biz ko'p ham to'xtalmaymiz, sababi jarrohlik amaliyoti haqida bizda Telegramimizda, Instagramimizda juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Jarrohlik amaliyoti turi haqida, qanday o'tish haqida, bemorlarda qanday bu bajarayotganimiz va bemorlarning hattoki fikrlari. Hozir baribir operatsiya shu holatda operatsiya qilish kerak desa, baribir qo'rquv bo'ladi. Undan ko'ra o'tib turib bitta bemorlarning fikrini ko'rsangiz, balki bu sizga turtki bo'lar. Bordi-yu sizda ham yuqorida aytilgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Sababi har qanday kasallikni oldini olish, ayniqsa kasallikning asorati bilan kurashish ancha qulayroq bo'ladi. Umid qilamanki, bugungi suhbatimiz mazmunli bo'ldi. Sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying. Savollaringizga videolarimiz davomida javob berib boramiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying.